Play Market'dagi Anibla.uz ilovasi taqdim etadi. Yil avval Nimaga meni yo'limga g'ov bo'lding, Yulius? Chunki sen noto'g'ri yo'lni tanlading. Konrad. Taslim bo'l. Qarshilik qilish uchun sehring yetmaydi. Ikkalamizdan birimiz adashibmiz. Va bu sensan! Axir bu qilich. Eldosgiyani, imperator qilichi. Umrini qisqartirdimmi? Men uni yaratishim kerak ko'rinadi. Barcha bir-birini qadrlaydigan, birgalikda shodon kuladigan dunyoni. Shunaqa dunyoni yaratish istab, hali men adashibmanmi? Nahotki rost bo'lsa. Ha, sen adashyapsan, chunki seni kelajaging yo'q. Hatto sanam mendan yuz o'girib olsammi? Hozir meni muhrlaydigan bo'lsang, imperator qilichini qo'lga kirita olmaysan. Milliy xazinamizni yo'qotish biz uchun og'ir judolik. Lekin afsuski uni qaytarib olishga kuchimiz yetmaydi. Men buning javobgarligini o'z bo'ynimga olaman. Navbatdagi afsongarlar qiroli sifatida. Men taslim bo'lmayman. Hech qachon, Yulius. Hech qachon taslim bo'lmaslik bu meni.
Afsungarlar qirolining qilichi. Klever qirolligi. Hammaga xayrli kun. 10 yilda bir marta o'tkaziladigan Triumf sehrgar jangi festivaliga xush kelibsiz. Triumf bu jangovar turnir bo'lib, unda eng kuchli afsungar ritsarlar kim ekanligi aniqlanadi. Bizning qadimiy e'tiqodimizga ko'ra, ushbu turnir g'olibi afsungarlar qiroliga aylanadi. Barchaga ma'lumki, 9 ta bo'lima ordenlari bor va ularga jang san'ati ustalari bo'lgan afsungar ritsarlar kiradi. Afsungarlar qirolining boshchiligida elit afsungar ritsarlar bo'linmasidagi eng kuchlilari Klever qirolligini tinchlik himoyasida turishadi. Bugun eng kuchli afsungar ritsar kim ekanligini bilib olamiz. Darhaqiqat bu kun esda qolarli bo'ladi. Xo'sh, kutganinglar uchun rahmat. Triumfni ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat. Etkenchi Klaus, nimaga marosim o'tkazishni bizga topshirishdi? Chunki biz afsungar ritsarlarning kuchli bo'linmasi a'zolarimiz. Ya'ni oltin tong bo'linmasining. Gapirishdan oldin sehrli ovoz balandlagicha o'char. Voy, xayolimdan ko'tarilibdi. Ma'zur tutasiz. Sizlarni sharhlovchingiz Mimoza Vermilion bo'laman. Bu esa Klaus. Hozir o'zimizni tanishtirib o'tirishga vaqt yo'q. Mimozani sharhlovchi qilib kim tayinladi o'zi? Tomoshabinlarni ko'pligini qaranglar. Ularga qiziq narsa topildi-da. Bo'lmasam, chaqir nima bo'lganida-ham. Birinchi turda oltin tongni vitse-kapitani Yuna ishtirok etadi. Demak, kichkintoy birinchi turda ekanda. Albatta, axir hamma uni ko'rmoqchi, to'g'rimi? Menga faqat sevimli singlim Marining chiqishi qiziq xolos. Goshidan boshqa narsani kutishim noto'g'ri. Men jang qilishga yo'q demasdim. Afsuski, asta biz bilan emasdi. U iblis bilan aloqa qilganligi uchun surgun qilingan. Juda ham zerikarli. Nega meni ro'yxatga qo'shishdi? Ana uni o'zi. Kim o'tdi? Voy, bu yana kim bo'ldi? Nima? Yunaga qarshi jangda niqobli kimsa? Turnirda bunaqa bema'ni ism bilan qatnashish mumkin emas. Ana o'zi. Voy, yana qanaqa niqob bo'ldi? U Yunan ustidan ochiqchasiga kulib o'tdi. Triumf sehrlar jangi festivalining birinchi turida Yuna va niqobli kimsa jang qiladilar. Jang boshlandi. Barakalla. Asta. Birinchi bo'lib hujumni Yuna boshladi. U kuchli shamol sehridan foydalandi, lekin niqobli kimsa bu zarbani ikkitaga bo'lib to'liq kuchsizlantirdi. Menimcha boshlandi. Xo'sh, Yulius. Unda
Biza ham boshladik. Aham. Gumbaz sehri. Budu Shangri-La. Bu qanday qudratli kuch bo'ldi? Bu kunni qanchalik uzoq kutganligimni tasavvur ham qila olmaysiz. Bugun bu mamlakatni butkul o'zgartiraman. Shunchalik ham zaif bo'lasanmi, Yulius? Shunchaki sehringdan ozgina o'zimga singdirib olgandim xolos. U seni ne kuyga solganini qara. Sen bilan yana uchrashaman deb o'ylamagandim. Tushunarli, demak o'shanda sen Ha, muhrini sindirganimdan xafa bo'lmagandirsan. Atiga bir lahzaga chalg'igandin xolos. hali ham sen Haliyam mani maqsadim o'sha. U zarracha ham o'zgarmagan. Men shunaqa dunyo yaratayki, unda barcha bir-birini hurmat qilsa va birgalikda xursandchilik qilsa. Buning uchun Mana askarlarim. Taxtni egallash vaqti keldi. bizlar Klever qirolligini yakson qilamiz. Legion sehri. Jahannam o'yinlari. bas qil, Konrad. Yaxshimisiz, bobojon? Men noto'g'riman. Hamma bu yoqqa. Po'lat sehri. Shiddatli spiralmaysan. Jinursin. Klaus, buni menga qo'yib ber. Jenursen nimaga mani hamma nishonga otdi? Yuno. Ularga nima bo'lgan o'zi? Shunday ajoyib muqovimda yer bilan bitta qilishdi. Men bo'lsam festivalga kelgan oddiy bolakay adashib ringga chiqibdimikan debman. Kim senga bolakay? Suv yaratish sehri. Suvli ejderhoni arasi. Voy, ahmoq asta. Qatnashayotganingni aytsang bo'lmasmidi? Noel, Bilaman, sen buni his qilolmaysan, lekin bu yodagilarni sehr kuchini nimadir yutishni boshladi. Sehr kuchi kamlar esa umuman falaj bo'lib qolgan. yo'q-e, nega unda haligacha yuribsan? Mana xir aslzodaman. Ozgina sehrni yo'qotish men uchun chivinchaqqandek gap. Demayman. Qolganlarga nisbatan shiddatliroq harakat qilishim kerak ekan-de. Lekin qara, javob berilib ham ketma. Orqangni o'zim yopib turaman. Sen esa hech ikkilanmay faqat oldinga qara. Ha,